Hurmatli ayollar, hurmatli onalar, farzand o'stirib, 40 dan oshib, bosar tusarini bilmasdan, birovni eri shirin ko'rinib, birovni eriga chiroyli qarab yurgan ayollarga tegishli bu video. Tushunasizlarmi? Tushunasizlarmi? Boshingda ering bormi? Eringdan boshqasini ko'zing ko'rmasin. Ko'ryaptimi? Eringga ayt. Men seni хочу изменять. Senga ko'zingga cho'p solg'im kelyapti, sen menga erkak bo'lamayapsan, ko'nglimdagi bo'lamayapsan deb ayt. Za spinu ish qilmalaring. Bu yaxshilikqa olib kelmaydi. Bu narsani o'z ko'zim bilan ko'rganman. Tushunasizlarmi? Я вам просто по-дружески, по-честному. Janim achagandan bu videoni tushiryapman. Ayolmisan? Ering bormi? Hamma narsang bor-ku. Nima qilsan? O'ynashga ishonib ersiz qoldim degan bo'lasanmi? Yaxshilik qilib kelmaydi. Farzandingni yetim qilma. Farzandingni o'yla, o'zingni o'yla, eringni o'yla. Unaqa er qaytib topmaysan. U erni boshqa bir qiz shunaqa baxtli qiladi, ko'zing chiqib yashaydi bu dunyoda. Ering bormi? Qadriga yet. Unaqalar ko'p, hozir juda ham ko'p. Alloh o'zi sabr bersin, izn bersin. Ne знаю. Bu videoni mashta qoldiray. Rozi bo'lasizlar. O'tiribni artib bir tutam. Yaxshilik qilib kelmaydi opaylar. Yaxshilik qilib o'ylamang. Erim bilmay qoladi, erim sezmay qoladi. Erim hech narsa bilmay, to'po, yuvosh deb o'ylamang. Shunaqa bir dumingiz bosadi, biragay bosib qolasiz. Farzandsiz ham, uy-joysiz ham, pulsiz ham, dunyosiz ham, aka-uyga ota-ona hech kimsiz qolib ketasiz. Kerakmi sizga shu? O'ynaqishingiz deydi, "Да пошёл ты, men xotinim bor" deydi. Tushundingizmi? Это очень некрасивое видео, но это очень правда. Извиняюсь за такое выражение. Я вам желаю счастья, baxtlisiz, sabr qiling, baxtli bo'ling. Eringizni ko'nglini joy topib, eringizni qaytib yaxshi ko'rib, unga halol ayol bo'lishga harakat qiling. До такой степени bo'lmasa ochiqchasini aytib keting uni hayotidan. Uni yolg'on gapirib, un bilan ham yashab, bun bilan ham yashab, o'rtada ikkita erlik farishta bo'lishni hojati yo'q. Okay? Sizlarni yaxshi ko'raman. Like bosib, kommentariya qoldiringlar. Uyatsizlar. Gapim eshitib tursa yana bir iltimos. Ayol kishi erkagidan izmena ko'rsa, erkagi izmena etib ketsa, ayol kishi zo'r bo'lib ketadi, baxtli bo'lib ketadi, uspешный bo'lib ketadi. Lekin erni ayol kishi eriga xiyonat qilsa, erkak o'lib qoladi, qizlar, erkak ko'tara olmaydi bu narsani. Janing achsin. Eringga janing achsin. Undan ketib, undan yaxshisini topaman deb o'ylama. Chunki ikki inson Alloh taolo bir-biriga juda mos bo'lib, juda chiroyli qilib bir-birini shunaqa ikki yarda bir butun bo'ldi degan shu. Undan ortiq, undan kam bo'lmaydi qizlar, okay? Hozir 3,5 yoshga kiryapti. Lekin 3,5 yoshga kirishiga qaramay oyoqlarini o'rnini bosmaydi. Umuman qimirlamaydi, boshini tutolmaydi. Xullas harakatlardan cheklangan. Shular yimrilib oxir o'pkasiga, yuragiga o'tadigan, o'pka bilan yuragan shulardan iborat bo'lgani uchun o'pkasi qisqarib ketib, oxir nafas ololmaydigan bo'lib kasallikda davosi bor, lekin juda qiyin ekan. Davosi bor turib nechta bolajonlar shu kasallikdan o'lib ketyapti. Davosi borligi uchun juda qimmat bo'lgani uchun men xalqimizdan yordam so'rashga majburman. Insonni hayotini oldida qoplaydigan narsa biz hamma yog'imizni sochsak ham buncha pul chiqmayapti.